Birinchi navbatda barchani qo'lga kiritilgan qiyin g'alaba bilan tabriklayman. Avvalo futbolchilarga rahmat aytaman. Bugun xarakter ko'rsatishdi. Sababi raqib juda kuchli jamoa edi. Ayniqsa jismonan hamda funksional jihatdan hozirgi bu yoshdagi eng kuchli jamoalardan biri edi. Sababi raqibni oxirgi o'yinlarni o'rganganimizda ham jamoa 90 daqiqa davomida tinimsiz pressingda o'ynayotgan jamoalardan biri edi. Shuning uchun bugungi o'yinga tayyorlangan strategiyamizda maqsadimiz ularga o'sha o'z o'yinini qarshi ko'rsatish. Shu 90 minut davomida biz ham pressingda harakat qilish. Sababi ularga agar imkoniyat qoldiradigan bo'lsa, mana qolgan o'yinlarda raqiblar ko'pincha ikkinchi zonada himoyalanishdi va shuning natijasida ko'p gol o'tkazib yuborishgan. Biz shuning uchun o'zimizni himoyamizni 3-zonada raqib himoyasidan boshlab qurishga harakat qildik. Va bu narsalar o'yindan oldin o'ylangan barcha rejalarimiz amalga oshdi. Allohga shukr. Buning uchun keyingi maqsadimiz albatta bir qadam qoldi. Xudo xolasa Osiyo chempioni bo'lib, yorug' yuz bilan yurtimizga qaytish. Tayyormi? Ketdi. Ammo o'yin haqida nima fikringiz? Avvalo, Suriya jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. O'yinga keladigan bo'lsa, nima endi Turonda aybi Superligaga chiqqanimi yoki sudyalarga tur chiqmayotganimi, bu narsani ikkita o'yindan beri umuman tushunmayapti. Buni mana butun dunyo ko'rdi, butun O'zbekiston ko'rib turibdi. Bugun ular o'yinchini boshiga tegib, kirsa razvedkaga bolalar yig'lab yotibdi bular. Bu haromilar kirsa bular. Kim chora ko'radi bularga? Qachongacha chidash mumkin bu narsalarga bular? Qachongacha tozalaymiz? Shuni tozalagan. Nimani tozalayapti? Nima qilyapti? Kelib ko'mib ketyapti. Ikkita o'yindan beri bular umuman futbol yo'q. Sistok. Qachongacha kim bularga chora ko'radi? Qachongacha bular 70 tadan oshiq, 80 tadan oshiq odam mehnat qilyapti. Bola chaqasini boqamanda ezilib ketyapti. 3 ta odam chiqib turib bular kallasini olib tashlayapti. Kim bularga chora ko'radi? Adolat shumi? Shumi O'zbekistonda adolat? Qani adolat? Qachongacha korrupsiyaga kurashish mumkin? Qachongacha nimaga biz halol o'ynaymiz, sudyalarga pul chiqmayapmiz. Ana ahvol. Bir so'm pul chiqmasangiz bile kallangizni olib tashlaydi. Kim chora ko'radi? Olib tashlasin butun umrga futboldan ma'ni. Lekin bular oxirigacha kurash kerak. Kimdir borish kerak akansi. Nima deyishni qani? Xo'psiz, gol yeyapti. Siz yana qaysi vaziyatda o'yinchi? Xo'p, bizda mana ikkita luka bo'ldi. Nimaga uni bermaydi? Bitta moment poylab yuribdi o'yinni boshidan beri. 5 ta sariq. Nima bu? Undan ko'ra o'yindan oldin kirib aytsa, bugun sizlar kallangni olib tashlayman. Umuman chiqmaysanlar, siz chiqmaymiz. Biz mana men yosh trenerman, o'sib kelyapman. 2 kunda mana mayli ko'cha to'la ish topib olaman. Lekin mana komanda bilan mehnat qilayotgan odamlar bu yerda bilan, kutib o'tiribdi, kutib yashayapti bilan. Komanda yutsa bilan premiya olsam, bola chaqani boqaman deb yashayapti bilan. Bu kelyapti bilan kallasini olib tashlayapti. Kim kurashadi bunga? Kim? Bo'lma. Hamma og'izda gapiradi bilan, amalda yo'q hech narsa. Xo'p, bugun jamoa o'yini g'alaba qozonish uchun mashq olish uchun yaxshi o'yin ko'rsatdi. Xo'p, o'ynashga futbol berdimi degan savolni bering siz oldin. Har bitta epizod sistor. Qanaqa futbol bo'lishi mumkin? Qanaqa futbol to'g'risida gaplashish mumkin bilan? Sizga bilan hakam bilan o'ynashga bermasa qanaqa futbol? Qani futbol? Xo'p, mana siz Savolni tutmang bo'ldi.